Samarqand viloyati Urgut tumanidagi xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchilarga nisbatan qo'l ko'tarilgan holat kuzatuv kameralarida qayd etildi. Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, jamoatchilik orasida muhokamalarga sabab bo'ldi. Ushbu vaziyatning asl tafsilotlari qanday? Muxbirimiz Mafsuna Ubaydullayeva mazkur jarayonni o'rganib chiqdi. Mazkur holat yuzasidan biz Urgut tumanidagi xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotiga yetib keldik. Vazifasiga sovuqqonlik bilan qaragan tarbiyachi bilan esa mehnat shartnomasi bekor qilingani aytilmoqda. Bolajonlardan biri uyiga yig'lab qaytadi va bo'lib o'tgan holat haqida ota-onasiga shikoyat qiladi. Shundan so'ng uning onasi bog'chaga boradi. Vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida mas'ullardan izoh so'raydi. Bachcham kechasi keldi. Aya, men bog'chapam uddila dedi. Keyin nima uddilasan desam, plastrincham yetmaganga uddila dedi. Keyin bog'chapasiga jalba qilmadim, men tanimaydi. Keyin bordim, kameraga bordim, bog'chaning kamerasiga bordim. Ochib bering, men ko'ray, bachcham urganmi dedim. Keyin ochib berdilar shu ahvolda. 4 ta bachchani urdi ko'zimning oldiga. Bu bachcham to'za ham 4 marta mushlab urdi. Vijdonim qabul qilolmaydi haligacha. Qo'l oyog'im titrab qolgan. Necha yosh bolangiz? Qizim 5 yoshda. Bir marta ancha oldin qo'li ko'karib kelgan edi. Keyin o'zimizniki deb indamadik, bosdi qildik. Keyin qarasam bu oshib tushib ketibdi-da, vobshe vijdonim qabul qilolmayapti. Bor zarb bilan mushlab 4 marta so'gan bachcham boshiga. Bog'cha ma'muriyati esa ushbu holatdan bexabar ekanini bildiradi va vaziyatga aniqlik kiritish maqsadida kuzatuv kameralari yozuvlarini ko'rsatadi. Tasvirlarda tarbiyachi tomonidan bolaga nisbatan qo'l ko'tarilgan holat aks etgani ma'lum bo'ladi. Kelganiga 4 yil bo'ldi-da, 2022-yilda kelgan. Undan oldin hech qanaqa holatlar kuzatilmagan. Yo'q, undan oldin hech qanaqa holat bo'lgani yo'q, hech kim kelib jalba ham qilgani yo'q, shu bo'lgan joyi yo'q. Yo'q, oilaviy mojarosi yo'q, ruhiyati sog'lom, kasal yo'q, boshqa yo'q hammasi. Bu 20-aprel 2026-yil bo'ldi, soat 11:30 atroflariga bo'ldi. Shu dars jarayoniga bola shu qanaqadir darsga o'sha quloq solmay nima qilganligi uchun shu holat bo'yicha sal tushuntirish berilgani uchun salgina nima qilgan. Salgina. Endi shu bo'lganda shu bir boshiga nima tutilganda. Mazkur holat yuzasidan tegishli tartibda choralar ko'rilishi kutilmoqda. Hozir tarbiyachiga nisbatan ichki ishlar organlari tomonidan xulosa berish uchun ma'lumotlar yuborildi. Afsuski, bunday holatlar bugungi kunda tez-tez uchramoqda. Bu esa bolalar xavfsizligi va ularning ruhiy holatiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Xulosa qilib aytganda, har bir tarbiyachi o'z zimmasidagi mas'uliyatini chuqur his etishi, bolalarga nisbatan doimo mehr, sabr va e'tibor bilan munosabatda bo'lishi zarur. Maftuna Ubaydullayeva, Bahrom Abdullayev, Ovoza informatsion dasturi uchun Samarqanddan.